Mr. Willis, bugun sudda nimani ko'rib chiqamiz? Men juda uzoq vaqt kutdim shu bolalar haqida bilish uchun. Ular rostdan ham menikimi yoki yo'qmi? Chunki ular juda ham xunuk. Ular hatto menga o'xshamagan. Men aslida chiroyli yigitman, lekin bu bolalar go'yoki ko'chadan olib kelingandek ko'rinadi. Bu juda noto'g'ri. Qarang, men demoqchiman, siz juda uzoq vaqt birga bo'lgansizlar. 50 yildan ham ko'proq. Siz birga 50 yildan ko'proq bo'lgansizlar. Bir kuni men uyga keldim. To'g'ri uy oldiga mashinada kelib to'xtadim. Ko'rdimki, bir mashina ko'chadan uzoqlashib ketayotgan edi. Chunki kimdir orqa eshikdan chiqib qochgan. Bu ishchi edi. Men senga aytganman, kerak yuvish mashinasi buzilgan edi. Men natijalarni e'lon qilmoqchiman. Birinchi bola Mr. Willis. Siz bu bolaning otasi emassiz. Men buni kutgandim. Xudoy, men bir shukr emas. Ikkinchi bola, bu xato bo'lsa kerak, lekin Mr. Willis, siz otasi emassiz. Sen natijalarda yana nimadir yozgansan. Bu noto'g'ri. O'sha paytda menda yana pochtachi ham, santexnik ham bor edi. Yaxshi. Endi 3-chi natijani aytaman. Xudoyim, iltimos, shunday bo'lmasin. Xudoya, siz ota emassiz. Xudoyim. Xudo. Aziz, umid qilamanki sen meni tashlab ketmaysan. Meni tark etmaysan.